xohlagan joyingizda, misol mashinada yo'lda ketayotganingizda ham Telegramni ochib turib, bot qilib beramiz. O'sha botga mana bunaqa qilib ber. Mana bu odam menimcha berdi, mana bu odamning menimcha qarzi bor. Men bu odamni oyligini berdim yoki nimadir deb kimdir yozsa, bizning operatorlarimiz aloqaga chiqmasa, 5 minutmi, 10 minutmi, 10 minut ichida chiqmasa, o'zi bilib turib shu odamga follow up qila oladi, ya'ni yozib turib gaplashib tura oladi. Nima kerak, qanaqa xizmatimiz qiziqtiryapti, nima shunaqa informatsiyalarni berib. Tijoriy takliflar va texnik topshiriqlarni professional darajada tayyorlashim mumkin. Bu jarayon quyidagicha bo'ladi. Avval mijozning ehtiyojlarini tahlil qilib, braindagi dossiyalar asosida unga moslashtirilgan taklif, keyin uni amaliy topshiriq sifatida clouddagi ishchilarga yuboraman va ular barcha texnik detallarni ishlab chiqishadi. Tayyor hujjatni esa e-imzo orqali tasdiqlab mijozga uzatishimizga topshiriq bor. Xo'p, menga kechki 23:00 ga, ya'ni 11 ga uchrashuv belgilab qo'y, yozib qo'y. Klient bilan offline uchrashuvim bor Square'da. Bo'ldi bo'lsa. Soat 23:00 da Square'da mijoz bilan offline uchrashuvni belgilab qo'ydim. Professional tushuntiradigan bo'lsam, men bu amalni Mac toolining kalendar funksiyasi orqali bajardim. Ya'ni sizdan uchrashuv nomi, vaqti va joyini oldim-da, keyin ularni kalendaringizga kiritib qo'ydim. Endi uchrashuv yaqinlashganda sizga eslatma 10 kunda ketkazilgan reklamalarimiz haqida informatsiya bergin. Metaga qancha rasxod qildik, nechta mijoz keldi, nech pul ketdi, har bitta mijozimizning narxi nech puldan tushyapti, o'shani ma'lumotini. Batafsil hisobotni tushuntiradigan bo'lsam, $137 sarflab 101 ta lead olingan ekan. Har bir leadning narxi $1.36 dan tushdi. Eng muhimi, reklama 3 kundan beri to'xtab turibdi.